Ravshan, ya'ni Bo'ratepa nomi bilan ham mashhur, juda qadimiy shahar. Xullas shu joyda bir katta konsert ekan. Shunga bizni taklif qilishgan edi. Bugun Xudo xolasa o'sha yerda konsertlarimiz davom etadi. Konsertlarimiz fayzli o'tishi uchun duo qilasizlar. Sog' bo'lasizlar. Qadimiy qal'aga yetib keldik. Xudo xolasa konsert mana shu yerga mo'ljallangan ekan. Ajoyib tarixiy joylar, osmonlari ham bor.